Hurmatli baxmalliklar, xullas Baxmalda katta yangilik bor. Hozir bu ovqat qanaqaligini bilasizlarmi, nomini bilasizlarmi? Qurtoba deyiladi. Qurtoba bu Tojikistonda milliy taom hisoblanadi. Hozir mana shu o'zimizda tayyorlanayotgan ekan. Men sizlarga hozir bitta degustatsiya qilib beraman. Bismillah. Go'shtdan boshlaymiz. Faqat meni so'kmanglar, rostdan ham zo'r ekan. Sariyog'lari bilan ham. Tagida patiri bo'ladi-da buni. O'zi bu joy qayerda deb so'rayotgan bo'lsalaring, videoning oxirida aytaman. Endi navbat oshga. Bismillah. Qo'lda yeymiz. Rostdan qaynoq ekan. Bismillah. Gap yo'q. Oshi ham zo'r. Ana endi navbat baliqqa. Bismillah. Gap bo'lishini bilamiz. Yana o'sha gap. Prosta kelish kerak, yeb ko'rish kerak. Xullas manzilga keladigan bo'lsak, O'smat sentrida eski Tumori joyida joylashgan Sazanchik restorani. На востоке,